Uchta do'st bog'da bir-biri bilan suhbat qurib o'tirishganda ular orasida bir qiz kecha kelib bizga yo'l patrul xodimlari piyodalar o'tish yo'lakchasi haqida ayrim ma'lumotlarni berib o'tdi deganda uning do'sti qo'y shu ma'lumotlaringni, bizlarga unday ma'lumotlar kerakmas dedi va va o'z do'stini olib yo'lda davom etayotgan edi. Unda yo'lning narigi chetida bir GAI xodimi to'xtatdi va uni yo'lini to'sdi. Chunki u piyodalar o'tish yo'lakchasini qizil svetofor chirog'i yonganida yo'lni kesib o'tayotgan edi va u GAI xodim uni to'xtatdi va u bilan tushuntirish ishlarini olib bordi. Bu noto'g'ri ekanligini, svetofor qizil bo'lganda yo'ldan kesib o'tmasligini unga uqtirdi. 1:20 piyodalar o'tish joyi 5:16.1 5:16.2 belgilari va 1:14.1 1:14.3 chiziqlari bilan belgilangan piyodalar o'tish joyi. Belgi piyodalar o'tish joyini belgilamaydi. U faqat yo'lda piyodalar o'tish joyi borligi haqida ogohlantiradi. Belgi aholi punktlaridan tashqarida barcha tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylaridan oldin, aholi punktlarida esa ko'rinishi 150 metrdan kam bo'lmagan o'tish joylaridan oldin o'rnatiladi. Bu ma'lumotlarni bola o'zlashtirdi va yo'l patrul xodimining gaplarini diqqat bilan eshitdi va bulardan xulosa chiqargan holatda u GAI xodimidan, ya'ni yo'l patrul xodimidan o'z uzrini so'radi va GAI xodim uni kechirdi va unga har doim ham yo'lni yashil chirog'ida emas, balki yo'lda moshin bo'lmaganda, yo'ldan o'tayotganda avval chapga, so'ng o'ngga qarab keyin harakatlanish kerakligini uqtirgandan keyin u bola o'z yo'lida davom etdi va u bola yo'l patrul xodimi kechirganidan juda ham xursand bo'ldi va bu bo'lgan voqealarni do'stlariga aytish uchun yana boqqa shoshildi va boqqa borib o'z do'stlariga bo'lgan voqealarni aytib berdi va hammalari bu qoidalarni yodlab olishdi.